O'zbek zabon segmenti uchun eng notanish bo'lgan Ram oilasining pikaplaridan biri. O'zi aslida Ram oilasida 3 xil komplektatsiyaga ega bo'lgan Rebel mavjud bo'ladi. Birinchisi standart paketga ega bo'lgan Ram Rebel, ikkinchisi sportivniy komplektatsiyaga ega bo'lgan Rebel GT, uchinchisi esa eksklyuzivniy va limited bo'lib ishlab chiqarilgan Ram Rebel X bo'ladi. Siz ko'rayotgan pikap Ram Rebel GT bo'lib, Ram Ercho'ga ko'rinish jihatidan eng yaqin bo'lgan va uning atmosferasini bera oladigan pikaplardan biri bo'ladi. Interyer Ram Ercho'ning holatiga o'xshaydi. Panorama, premiumli Harman Kardon akustika, tabiiy o'rindiqlarda charm va Rebel GTning alohida belgisi esa uzatmalar qutisi shaybalik bo'lmaydi. Sportivniy richak o'rnatilgan bo'ladi va eng qulay tarafi esa shuncha komplektatsiya bilan Rebel GT Ram Ercho'dan taxminan 20 ming AQSh dollari arzonroq bo'ladi. Shinalari esa umumiy yo'llarga mo'ljallangan, Wrangler hajmi esa 25 bo'ladi. Taxminan 0 dan 100 gacha 5 sekund sarf qiladigan va eski avloddan ancha aqlliroq bo'lgan 3 litrli twin turbo ay obrazli 6 ta silindrga 420 ot kuchi 635 Nm bo'ladi va uzatmalar qutisi 8 pog'onadan iborat. Narxi esa bor yo'g'i CIP O'zbekiston 65200 AQSh dollari bo'ladi.